Bir juda ham qiziqarli hadis bor va bu hadis sahih. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jinlar 3 turda. Birinchi turi bir turning qanotlari bor, ular ucha olishadi va havoda bemalol harakat qila olishadi. Ular osmonlarda uchib yura olishadi. Ular ham o'zlarining vaqtlarini yashab keyin ketishadi. Boshqa turi esa hayyat deb nomlanadi. Jinlarning bu turi odatda hayvonlarning ko'rinishida odamlarga yo'liqishadi va xossatan jinlar ikki turdagi hayvonning ko'rinishiga kirishni yaxshi ko'rishadi. Ba'zida esa boshqa hayvonlarga ham. Jinlar ko'rinishga kirishni yaxshi ko'radigan ikki asosiy hayvonlar bu itlar va ilonlar. Lekin bu ular hech boshqa ko'rinishga kirishmaydi degani emas. Ular shuningdek boshqa ko'rinishlarga ham kira olishadi. Jinlarning 3-chi turi ular kelishadi va ketishadi. Mana shu turdagi jin bizni bezovta qilmoqchi bo'ladi. Bizni qo'rqitmoqchi bo'ladi. Bizning hayotlarimizga kirib kelishni xohlaydi. Bu 3-chi turdagi jin. Yana bir bor bu hadis haqida juda ham ko'p har xil gaplar yuradi va bu yerda biz aniq ayta oladigan boshqa narsalar ham bor. Birinchi keladigan savol, bu 3 turdagi jinlardan boshqa yana boshqa turlari bormi? Ba'zi ulamolar Qur'on va sunnatda bundan-da ko'proq turlari mavjud deyilgan deyshadi. Bular esa faqatgina ularning 3 turning misoli xolos. Lekin bu hadisdan nimani sizga aytmoqchiman? E'tibor bering, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 turdagi jinlar haqida gapirar ekanlar. Bu jinlarning o'zaro qanday farqi borligiga e'tiboringizni qarating. Ularning bir turi havoda ucha oladi. Bundan kelib chiqadiki, ularning bir turi havoda ucha oladi, boshqa turi esa ucha olmaydi. Ularning ba'zilari yaxshi va ba'zilari esa yomon. Yaxshi jinlar deb nomlanadi. Yomon jinlar esa shaytonlar deb nomlanadi. Jinlarning barchalari har xil. Ularning har xil sifatlari, har xil qobiliyatlari mavjud. Ular har xil ishlar qilishadi. Ular har xil narsalarni yaxshi ko'rishadi. Ular har xil narsalarni yomon ko'rishadi. Va shaytonlarning ham bir nechta tabaqalari mavjud. Ularning kattalari shayton, biz bilgan iblis, marid va ularning ifrit degan shaytonlari bor. Odamlar orasida ham har xil jinoyatchilar bo'lganday, ba'zilari zolim, ba'zilari qotil, ba'zilari esa kofir. Xuddi shunday shaytonlarning ham darajalari bor. Ularning kufrlariga qarab, ularning kuchlariga qarab va ularning har bir turlarining har xil qobiliyatlari bor va har xil qudratlari bor. Xuddi siz va bizday. Sizlarning ba'zilaringiz 20 kilogramm ko'tara olasiz, ba'zilaringiz esa 200 kilogramm ko'tara olasiz. Ba'zilaringiz oliy ta'limotlisiz, ba'zilaringiz esa yo'q. Jinlar ham xuddi shunday. Abu Dovud Jobir ibn Abdullohdan rivoyat qilishicha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar sizlar kuchukning vovullashini yoki eshakning hangrashini eshitsangiz, ular ko'rayotgan, sizlar esa ko'ra olmaydigan narsadan Allohning panohini so'ranglar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kuchuklar va eshaklar jinlarni ba'zi holatlarda ko'ra olishlariga ishora qildilar. Alloh esa yaxshiroq biladi. Ba'zi jinlar borki, ular faqatgina yomonlik tarqatishadi. Ularning asllari yomonlik. Shundaylarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ulardan ehtiyot bo'lishni ta'kidlaganlar. Ular doim odamlarga qanday zarar berishni o'ylab yurishadi. Ularni xubus val xobais deb nomlaganlar. Va ular hojatxonalarni yaxshi ko'rishadi. Chunki ularning asllari ifloslik. Ularning ismlari xubus val xobais, ya'ni ifloslik. Ular jinlarning eng jirkanch va iflos turlari hisoblanishadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar hojatxonaga kiradigan bo'lsangiz, mana shu jinlardan Allohdan panoh berishni so'ranglar. Shunday qilsangiz, agar shu jinlar o'sha yerda bo'lsalar, hech qanday zarar bera olmaydilar. Bundan tashqari, odamlar bilan birga yurib, ularga zarar berishni xohlab yurgan boshqa jinlar ham bor. Chunki ularning ichlari yomonlik va zulmat bilan to'lib ketgan. Lekin bu turdagi jinlar faqatgina o'zlariga o'xshagan odamlar bilan birga yurishadi. O'zlari kabi ichi va tashqi yomonlik bilan to'lgan odamlar bilan. Yana bir boshqa turdagi shayton bor. U faqat shubha solib yuradi. Masalan, kimdir tahorat qilishi bilanoq, yuzimni yuvdimmi? Buni yuvdimmi deb ikkilanib qolishadi. Yana bir marotaba yuvib qo'yaman deydi. Va siz shu kabi biror odamni ko'rib qolsangiz, eng yaxshi yechim ularga qarab yuradigan kimdirni tayinlab qo'yish kerak. Ularga meni eshit, ha sen buni yuvding, bo'ldi endi ketaver deb turishlari uchun. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, jinlar aytadi: bizning oramizda solihlarimiz ham bor va oramizda unday bo'lmaganlar ham bor. Va bizning oramizda har xil yo'llar bor, har xil fikrlar, har xil e'tiqodlar va hokazo.
Ularning ba'zilari, ba'zi jinlar musulmonlar, ularning ba'zilari esa kofirlar. Oralarida nasroniylar, yahudiylar, buddiylar, dahriylar va boshqa dindagilar ham bor. Odamlar qanday bo'lsalar xuddi shunday. Ba'zi odamlar barcha shaytonlar Ramazonda kishanlanishadi deb xato o'ylashadi. Bu unday emas. Faqatgina shaytonlarning marodasi. Shaytonlarning marodasi bu ularning oralaridagi eng yovuzlari. Sizlarga zarar berishga eng haris bo'lganlari. Ular alohida bir turdagilarmi? Ifritga o'xshagan masalan, yoki ular shunchaki boshqa shaytonlardan ko'ra zarari ko'proq, oddiy shaytonlarmi? Alloh bilguvchiroq. Chunki ifrit zohiridan bu jinlardan boshqa alohida bir tur hisoblanadi, yoki jinlarning alohida bir klani va Alloh yaxshiroq biladi. Jinlar orasidagi kofirlarning ko'rinishlari juda ham xunuk bo'ladi. Ularning tashqi qiyofalari unchalik ham yaxshi emas. Biz ularning to'liq ko'rinishi haqida bilmaymiz. Menga jinlarni tasvirlab bergan ko'p bemorlarni ko'rganman. Men jinlarni har xil ko'rinishlarda ko'rgan ko'plab odamlarni uchratganman. Lekin men sizlarga faqatgina Alloh azza va jalla jinlarning tashqi qiyofasi haqida aytgan gaplarni aytaman. Jinlar orasida bo'lgan eng yovuz shaytonlarning tashqi qiyofasi haqida Alloh azza va jalla bizga bir daraxt misolida aytadi. Do'zaxning qoldiqlaridan o'sadigan daraxt haqida. Bu esa zaqqum daraxti. Bu daraxtki kofirlar yeydigan juda ham og'riqli va dahshatli taom. Va Alloh do'zaxdagi daraxtning mevalarini shunday ta'riflab aytadiki, uning mevalari shaytonning boshiga o'xshaydi deydi. Shunday ekan siz mana shu qo'rqinchli daraxtni tasavvur qilsangiz, dahshatli zaharli daraxtni va siz uning mevalari shaytonning boshi kabi bo'lishini tasavvur qilsangiz, siz bu shaytonlarning tashqi ko'rinishlari qanchalik xunuk va qo'rqinchli ekanligini tushunib yetasiz.